Hamma dumbasini ham soladi, uni ichiga jigarini soladi. Hamma ko'tarini ham soladi, yilini ham soladida 90% buxanka non ekan. Uni piyoz bilan to'g'rab, bir narsalar qilib, qumaloq qilib, dehqonlarga, hasharchilarga arzon tushsin deb bir 50 ming so'mga qilgan o'sha 30 ta 40 ta shashlik yaratganda bir amallar. Bir narsa qilib uni siqqa ilgan endi uni tuxumga botirgan, uni kileylaganda xullas. Men aytdim, "Pux qo'yib aka" dedim, qorin tatalab ketdi. Ertalab 8 da ovqatlanish, 9 da ovqatlanishim kerak bo'lgan odam, abitdan keyin 4 da o'tiribman-da dalada. Men aytdim, "Aka, mana shuni ikkitasini pishirib bering. 200 ming siz, 200 ming, 500 ming beraman. Iltimos, sen birov rizqi mayli, siz mashhur odamsiz. Men aytdim, mashhurlikni qo'ynak qo'y dedim. Shashi ber bidanasi dedim. Keyin shashni pishirdi-da, uni endi sizga haligi shashlikni unda yesam, pishib qolgan nonni jalabda. Aytaman ozgina qiyma ham qo'shmasdan bunga. Desam, endi shu bizni sharoitda ishlayapman, sharoitingizga kelguncha uydagilar so'kib keldim. Pitarazlar sallaga uyda nima yetmaydi? Necha mingta shashlik olib kelib bermaymanmi? Eng qimmat shashlikni aytmaysanlarmi? So'qoqda bormi? Shashlik. Voy bilan. Murat jiyanim ham men ham shashlikni o'chira olaysiz. Ovozini o'zikda dona dedim. Uyasidim. Kalla go'shtiga bo'lgan. Voy olay. So'qoqqa shashlik. Har bola bugun pitaras. Dubayda, Tailandda shashlik yeyishga sharoitim bor. So'qoqda shashlik yeyomadim. O'ldi. Voy billa. Kechagi kun uyimizda kechadan beri bor.